Qadimiy Buxoro ming yillardan beri ilm, ma'rifat va madaniyat beshigi bu azim zaminga mehr qo'ygan, uning tarixini yosh avlodga yetkazishni o'ziga sharaf deb bilgan insonlar bor. Ulardan biri tarixshunos, tadqiqotchi, kamtar va fidoyi inson Komil Hamroqulovich Ikramov. 9 yildan buyon Komil Ikramov mamlakatimiz tarixiy va ma'naviy merosini o'rganish, tiklash, targ'ib qilish yo'lida ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirib kelmoqda. Uning mehnati bilan ko'plab tarixiy haqiqatlar qayta ochilmoqda. 2016-yilda Komil Ikramov tashabbusi bilan tashkil etilgan Qadimiy Buxoro madaniy va ma'naviy merosni o'rganish ilmiy tadqiqot markazi bugun tarixshunoslar, arxeologlar va yosh tadqiqotchilar uchun muhim ilmiy maskanga aylangan. Men 35 yillardan beri tarix tadqiqotchisiman. Ikramov Komil Hamroqulovich Qadim Buxoro madaniy va ma'naviy merosni o'rganish, ilmiy o'rganish tadqiqot markazining rahbariman 9 yildan beri. Shu orada ko'p tashabbuslar bilan chiqdik. Allohga shukr. Shulardan eng yana bir ajoyiblari Yevropada, Belgiyada yaratilgan mini Yevropaga o'xshagan bizda ham yurtimizda shunaqa bir sayohat maskanini tashkil qilish fikrida murojaat qilyapman. Agar mana shu bo'shliqda bu yerdan ustozimiz arxeolog shuncha yerni qilib oqtarib qadimiyatni tashkil qildilar. Bizning fikrimiz shunga qo'shilgan holda mana bu bo'sh turgan holat joyida agar mini Buxoro, ya'ni kichik Buxoroni o'rab olgan 837 ta qadimiy binosini tashkil qilgan, o'shandan 114 tasi bugungi kungacha qolganini o'sha holatda berib ko'rsatsak bir ajoyib bir ish bo'lardi. Turizmning oqimini kelishini yana rivojlantirardi. Davlatimizga turizmdan tushadigan mablag' ko'payardi. Xalqimiz yana farovon yashardi degan umiddamiz. Agar shu taklifni qo'llab-quvvatlasangiz, yana bir nechta takliflarimiz bor. Siyobuch haqida, Imom al-Buxoriy haqida, buyuk o'tmishimiz bo'lgan Alp Ertunga, Afrosiyob, O'g'izxon bir afsonaviy bizning ota-bobolarimiz haqida qiladigan amaliy ishlarimiz bor. Agar Xudo xolasa qo'llab-quvvatlasangiz, mahalliy hokimiyat va bizning tarixchi olimlarimiz qo'llab-quvvatlashsa, saflarimizga qo'shilishsa, juda bir ajoyib dunyoga yetadigan yangilik bo'lar edi degan fikrdaman. 8 ta dunyoga yetadigan kashfiyot qildik. Biring eng kattasi bu Afrosiyob, Alp Ertunga, O'g'izxon, bir o'zimizning ota-bobolarimizning eng boshi, To'ronning nabirasi sifatida va uning kuyovi Siyovuch dunyoga tinchlikni yaratib kelgan, Eron va To'ron urushini to'xtatgan inson shaklida kelganini va uning qabri mana shu ko'rayotganimiz arkining sharqiy qismidagi tepalikda devorning ustida joylashgani haqidagi qancha ma'lumotlar bor, ularni o'rganib shu haqida aytib beryapmiz. Yana Imom al-Buxoriyning uyini qayerda joylashgani va o'sha arablar bosqindan keyingi holatda poykenliklarning avlodlaridan otalari ham, bobolari ham o'zi hadisshunoslar va shularning uylarini topishga harakat qildik. Bir qancha o'zimizning olimlarimiz bilan Said Qurbonov, Mahmudov va Ikromov Umid akalar bilan yana bir qancha do'stlarimiz bilan tashabbuskorlik bilan shularni o'rganib chiqdik va o'z fikrlarimizni bildiryapmizki, mana agar shunday kashfiyotlarni agar amalga oshirsak, turizm oqimi juda katta ko'payadi. Bir Afrosiyobning o'zi bir Afrosiyobning qabrini o'rniga uning nima deydi, maqbarasi qursak, ya'ni uning ibodatxonasini qursak va u ibodatxonani chiroyli, go'zal o'zimizdagi atiqa asqorlar bilan to'ldirsak
va uning Turon zaminning boshi ekanligini ko'rsatsak, undan tarqalgan turkiy va forsiy xalqlarni birlashtiruvchi bu yana dedi hamjihatlikni agar kashf qilib ko'rib bilsak, dunyo jamiyatida bizdagi xalqda, bizdagi yurtda 7000 yillik davlatchilikka egan davlat bo'lmagan. Shularni agar qo'llab-quvvatlasangiz, Shavkat Miromonovich, bizlar juda xursand bo'lardik va qolgan yana qancha qiladigan umr bergan Alloh bergan umrni shu vatan uchun hadya qilardik desam mubolag'a bo'lmasdi. Shu jumladan hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev shu haligi aytgan so'zlarimizni, takliflarimizni yana mustahkamlash uchun ana shu tepalikning ustida turibmiz. Mana shu holatda shu yerdagi bir ajoyib bir kompleks qurilsa, 7000 yillik davlatchilikka ega ekanligimizni isbotlab bergan bizlar jamoamiz bilan va hozirgi kunda agar shu yerda kompleksni qurilsa, juda bir ajoyib turizm oqimi ko'payardi. Sizning qo'llab-quvvatlashingizni istardik. Mana shu jumladan mahalliy hokimiyatimizning vakili bo'lgan Zarif Botir Komilovich qo'llab-quvvatlagan edilar. Shu kishining tashabbuslari bilan mana shu loyihani kirgan edim kishnolarga qo'llab-quvvatladilar va hozirgi kunda shuni taklifni agar amalga oshirsak, bu katta yurtimiz uchun yutuq bo'lardi. Dunyo jamiyatida turizmning rivojlanishiga katta hissa qo'shilardi va mana Arkning ko'rayotgan turizm qadimgi Ark qo'rg'oni, unga 7000 yildan oshgan bu qo'rg'onga va bu chap qo'limizda eng bobo kalonlarimiz, Amir Temurlarimiz, Ulug'bek podsholarimiz va qolgan Shayboniylar avlodlari bo'lgan barcha podsholarimiz mana shu masjidda, Masjidi Kalonda, Minorai Kalonda duolar qilishgan, yurtimizni obodonchiligi uchun katta ishlar qilib ketishgan. Agar bizni ham hozirgi holatimizda agar qo'limizdan kelsa, shu taklifimizni agar amalga oshirishga yordam bersangiz, juda xursand bo'lardik. Va mana shu joyni bir go'zal maskanga, turizmning nima deydi, Makkasiga aylantirish fikridan xoli emas sizlar. Agar iltimos, agar qo'llab-quvvatlasangiz, yurtimiz uchun katta bir ehson bo'lardi desak, kelgusi avlodlarimizga bu katta bir bizlar nima deydi, suyanchiq qilib qo'yardik degan fikrda men. Buyuk qadimgi so'g' davlati bu ya'ni davlatchilik asosida qurilgan, ya'ni har sistemalari paydo bo'lgan qadimiy nima deydi, buni kompleks, ya'ni Nuh payg'ambarning patobdan, ya'ni keyingi davlatchilik paydo bo'lgan yurt mana shu bizning yurtimiz. Bundan boshqa yurt bunaqa sharoit boshqa joyda bo'lmagan. Suv ham bo'lgan, don ham bo'lgan. Birinchi, ya'ni hozirgi Turkmaniston territoriyasida turganda arxeolog Shishkin ustozimiz birinchi tegirmonni, dunyodagi birinchi tegirmonni topdi. Bu degani bu sivilizatsiyaning boshi shu yerda ekanligini isbot edi. Shu uchun o'rganib chiqqan manbalarimiz bizga aniq asos beryaptiki, yurtimizda 7000 yil oldin davlat paydo bo'lgan. Bu katta bir bizning nima deydi, boyligimiz. Uni bizlar butun dunyoga targ'ib etsak, shu qatori o'sha tafakkur olamidagi bizning olimlarimiz, shayxlarimiz, Imom al-Buxoriylar, Abu Hafiz Kabirlarning davomchilari bo'lib bizlar davom ettirsak, yurtimizga, xalqimizga, kelgusi avlodimizga shu merosni qoldirsak degan fikrdaman. Agar shuni qo'llab-quvvatlasangiz, hurmatli Shavkat Miromonovich, biza to umrimiz boricha xalq xizmatida bo'lar edik. Ana bu xalqimiz uchun Xo'ja Zayniddin masjidi yangi qurilyapti. Bu juda go'zal, xudo xolasa bino bo'ladi. Shuning qarama-qarshida qadimdan qolgan yana o'sha qal'a devorining davomi. Marhamat, kelinglar, ko'ramiz.
Afsuski, bu yerda buncha tuproqni keltirib tashlash, beton va unaqa bo'lish bu qal'ani yakson keltirishga kelib chiqardi degan fikr yo'q emas. Mana shunaqa bloklar, betonlar keltirib tashalgan, g'ishtlar tashalgan. Yana beri ortiqcha betonni ham kelib to'kkanlarni qarang. Bu manqurtlik. Boshqa hech narsa emas. Buni qarang qanday go'zalligini. Ota bobomizning ruhiyatini 12 metr, 10 metr tepalikda bo'lgan bu. Biz hozir shu tepalikning hozir bo'lsa 8 metrlik bir bino qoldiqlari qolyapti. Buni ta'mirlash emas, konservatsiya qilish kerak. Va jamoatchilik nomidan, rahbariyatdan so'raymiz, iltimos qilamiz. Bu yerni obod qilishni. Ana bu yerda bir bo'lak uchastkalar, u shaxsiy uchastkalar. Bu ham xalqimizniki, o'zimizning ne'mati, Alloh bergan ne'mat bu. Ota bobomizdan qolgan bir kuchli majmua. Himoya vositasi sifatida ishlatilgan. Bunda ambrazuralar bor, qal'aning yuqoridagi qismlarini ko'ryapmiz. Erta qor, yomg'ir yoqqanda buni holati nima bo'ladi? Suv qayoqqa ketadi? Suv ketadigan biron bir yo'l yo'q. Bu tepaliklarni, sun'iy tepaliklarni, axlatlarni, emina qurilish axlatlarini yo'qotish payti kelgan deb hisoblaymiz. Rahbariyatdan so'raymiz, o'zimizning antiqa asorlarimizni qayta tiklashga jonbozlik ko'rsatsalar. Xalq ham jonbozlik ko'rsatsa, shu yerdagi aholilar axlatini tashlamasa, madaniy meros ma'murlaridan so'raymiz, biron bir rahbariyatga chiqib mablag' so'raysizlarmi, biron shu yerni obod qilishi haqida biron so'rovnomalar qilasizlarmi? Meni fikrim bir shu yerni obod qilinsa, turistlarning kelishi oqimi yana kuchayadi degan fikrimiz bor. Bundan yurtimiz, davlatimiz boyiydi, xalqimiz dasturxonda ovqati qaynaydi, meva-chevasi paydo bo'ladi. Va shunga bir yordamlaringizni emasalar juda yaxshi bo'lar edi. 15-16 asrlarda qurilgan. Bu Abdullohxon, buyuk Abdullohxon, hozir bizda tarix kitobida Abdullohxon 2 deb nomlanadigan o'sha buyuk quruvchi davrida bu devorlar qurilgan, qo'shib olingan shaharga. Va shahar mudofaa sistemasi hisobida o'tgan. Bunga kunda kelib xarobaga aylangan. Ana u tomonda ta'mirlangan, lekin u ta'mir talabga javob bermaydi. Qayta qurish bo'lgan. Qayta qurish kerak emas. Uni saqlash, shu holatida nima deydi buni konservatsiya qilish kerak. Boshqa chet mamlakatlarda bittagina toshni qo'yib shu uchun davlatdan ruxsat so'raladi. Bizda xohlagancha buncha musorni ketib tashlash bu nima bu? Hala itlar yuribdi. Bu nima? Bizda bizni xalqimizni yodgorliklarini so'raydigan va shu haqda fikrini bildiradigan jamoatchilik yo'qmi? Sizlardan iltimos, yordamlashtirasizlar. Bo'lmasa bu ham asta-sekin nurib kitob o'zimizning unoqadan kelgusi avlodga qolmaydi biron narsa. Kelgusi avlod bizlarni qarg'aydi. Bu ota bobolarimizdan qolgan yodgorlikni otalarimiz, bobolarimiz bizga meros qilib qoldirmabdi degan fikrdan qo'rqmaysizlarmi? Iltimos sizlardan. Bu shunchalik ish qilibsizlar, ana bu yerlarni birozgina obodlashtirilganga o'xshaydi, lekin bu yog'ida bu tabiiy tepalik emas bu. Betonlarning, blok betonlar ketib tashalgan. Bu nima bu? Nimani keltiradi bu? Beton bloklar turibdi. Musorxona bu.
Hozirgi kunda ham haqiqatan musullar tashalgan. Hozir mana shu qal'ani ichi nima bilan qanaqa holatda hozirgi holat? Qal'ani ichida endi u yerda uylar berilgan, qonuniy, noqonuniy keyin qonunlashtirilgan va shunga o'xshash shaharning cheti deb hisoblangan o'zlaricha nima xolasa qilishgan. Javobgar shaxsning o'zi yo'q. Ay so'rasangiz, "Ya, men davrimda emas, falonchaning davrida bo'lgan" deydi. Shu bo'lgan voqelik. Hech kim buni boshiga olmaydi. U shart emas, bir kimni javobgarlik qilishi. Vatan uchun birozgina qayg'ursanlar degan fikr. Biz birovni yomonlash, birovni haqoratlash uchun kelganimiz yo'q. Shu yurtimizga bobolarimizdan qolgan merosni saqlash maqsadida bu intervyuni beryapmiz. Ana buni qarang. Seli bu bir qayernidir devorga yiqitilgan, ketirib mashina to'kkan, ketgan. Hech kim so'ramaydi bu qayerdan bu musullar keldi deb. Men Buxoro shahar Hoji Isbatulloh Vali jome masjidi imom xatibi Salohiddin Gadoyev bo'laman. Bu sharif shahrimiz masjid, madrasalar bilan dunyoga dong taratgan. Biz bu masjid, madrasalar bilan faxrlanamiz. Butun g'arb, sharq, chet joylardan bizni yurtimizga kelyapti, talpinyapti, ziyoratga kelyapti. Mana shu masjid, madrasalarni ko'rish uchun kelyapti bular. Hammasi mana shu masjid, madrasa. Buni ota-bobolarimiz qurganlar. Demak, biz ham bu gavharlarni asrashimiz kerak. Mana ustoz Sadriddin Salim Buxoriy yozadilarki, Buxoroning obidalari ming yillardan beradi xabar, xor bo'lasan, mutay bo'lasan, buyukliging unutsang agar. Buxoroning obidalari hikmat erur mozidan inon, buyuklarni buyuk aylagan e'tiqodu ilk hamda iymon. Buxoroni obidalari har kun bizga hikmat aytadi, o'tmishini da, kelajakni da biz tomonga olib keladi deydilar. Haqiqatda biz ota-bobolarimiz qurgan bu masjid va madrasalar bilan faxrlansak, ularni asrashimiz va biz ham mana shu yurtni, vatanni obod qilishimiz va o'zimizdan nom qoldirishimiz kerak. Shuning uchun biz ham katta bir masjid quryapmizki, bizdan ham bir nom qolsin, bizdan ham bir savobli amal qolsin deb ana shunday xayrli ishga qo'l urganmiz. Bu yurtni asrash kerak. Buxoro shahri mana shunday qal'a bilan o'ralgan bo'lgan. Bu asli Samoniylar davrida ham bo'lgan. Undan keyin o devor komprak devor deyilgan, u kichikroq bo'lgan. Keyinchalik bu Shayboniylar sulolasi davrida Abdullohxon tomonidan qurilgan. Bu 500 yillik tarixga ega. Nega? Chunki shahar o'rab olingan tashqi dushmandan, tashqi kuchdan, dushmandan. Mana shu hozir mana internet deymiz, ijtimoiy tarmoq deymiz, qanchalik yoshlarimizni, ya'ni miyasini puch g'oyalar bilan zaharlayotgan borki, o'sha vaqtda ham tashqi dushman bo'lgan, bizni milliyligimizga, qadriyatimizga, boy ma'naviy merosimizga dushmanlar bo'lgan. Bu mana shu mudofaa bo'lgan. Dushman, tashqi dushmandan bu inshaalloh mudofaa bo'lgan, qo'rg'on bo'lgan. Mana bu guldastalar deymiz, har bir 100 metrda o'sha navkarlar turgan, bir chaqirim ho'yd deganda eshitilingan bir-birlariga o'sha axborotlarni, xabarlarni yetkazib turganlar bular. Bu Buxoro butun shahar mana shunday o'ralgan bo'lgan, 12 ta darvoza bo'lgan. Alhamdulillah, shuning uchun Buxoroy sharif bo'lgan. Chunki o'sha har qanday kasun nokasni has qandaylarga yo'l berilmagan. Iymonli, e'tiqodli, vatanparvar, yurtparvarlargina bu joyda yashab mana shu yurtni obod qilgan. Mana arqamizda turgan katta obida, bu ya'ni Arq qo'rg'onining eng mohiyatli joyi, asoschisi, ya'ni Siyavush bobomizning, bobo kalonimizning qabri mana shu tepalikning joyida joylashgan deb Narshahiy yozyapti va yana bizning san'atshunos olimimiz Qoryoqdagi Jumayev yozyaptilar. Uning maqollalarini men ko'rsataman, xudo xolasa. Va agar bu yerda, mana shu yerda turgan joyimizda bir Siyavush haqida kompleks yasasak, bu bir odam, xudo rahmatlik,
bizning afsonaviy podsholarimizning biri bu yerda tinchlik o'rnatgan. Katta bir urushni to'xtatgan. Eron va Teheron urushini to'xtatgan zot. Afsuski, endi o'sha yerda ham dushmanliklar bo'lib, uning tezkor vafotidan keyin uning o'g'li Kayxusrav alamni olgandan keyin sufizmning asoschisi bo'lib, o'zining ukasiga podshohlikni berib, boshi olib ketgan, ya'ni Allohga o'zi qalbini topshirgan zot sifatida ko'riladi. Va hozirgi ana shu sufiylikning asosi bo'lgan bizning yurtimizdan kelib chiqqan sufiylik asosi, ya'ni u yana Gamletga ham borib taqaladi. Qarolirning ahamiyati u ham tarki dunyochilik qildi. Bu kishini ham xuddi shunday holatda yana Xorazmdan aytishyaptiki, bizning olimlarimiz yana 90 Siyovush urug'idan tarqaldik deb. Demak, Kayxusravdan tarqalishdi bular. Shunday kelib chiqadi. Chunki qabri bu yerda bo'lsa, uning o'g'li tarki dunyochilik qilib ketgani yo'q. U borib o'sha yerda ikkinchi qasrni, ya'ni Beruniy tug'ilgan, Chingizxon tug'ilgan yurtlarining o'sha yerda shaharlar paydo qilishdi, davlatlar paydo qilishdi va o'z fikrlarini, o'z hayotlarini, mustaqillikni ta'kidlab ozodlikka yetishdi. Bizni ham shu taklifimiz agar amalga oshsa, bir juda bir go'zal bir tinchlik ramzi bo'lib tarqalovchi dunyo bo'yicha hamjihatlikda turizmni ham rivojlantirardi va lutfan o'zingizning, ya'ni hurmatli Shavkat Miromovichning qo'llab-quvvatlashingiz bizlarga juda kerak. Ana yuqorida Shahyorov Botir aka viloyat turizm va madaniy meros boshining rahbari yuqorida shu arkning yuqorisida tashabbuslari bilan ya'ni qadimiyat muzeyi yaratishdi va o'sha bo'sh turgan yerni obod qilib, ana hozir ham qancha turistlar kelib juda xursand bo'lib ketishyapti. Agar biz ham shu tashabbus bilan chiqib rahbariyatimizning va sizning qo'llab-quvvatlashingiz bilan juda katta grandiozni, ya'ni buyuklikka yo'llanadigan bir juda muhim obyektga aylanardi. Turizmning shoh supasining birinchi pog'onalariga ko'tariladigan taklif bor. Agar qo'llab-quvvatlasangiz. Hurmatli Shavkat Miromonovich, mana 4 oydan beri mana shu 7 minglik davlatchilikka ega bo'lgan maketni yasayapmiz kollektivimiz bilan. Bu yerda bu yerda ana ko'rayotganingiz Samarqandni olyapmiz, Urgutni, bu yerda Panjikent, bu yog'i Jizzax, bu yog'i Toshkent viloyati va Qozog'iston territoriyasi Nurotto va yana bu yerda Zarafshon, Uchquduq va boshqa tabiiy boyliklarni ko'rsatuvchi imkoniyatga ega bir yurtni ko'rsatib va u yerda Xiva, Xorazm, Nukus va Buxoro viloyatining holatini ko'rsatib, yo'llarni ko'rsatib, xudo xolasa qolgan inshootlarni ham, qadimiyatni ham ko'tarib ko'rsatish niyatida bizlar. Bu yerda ya'ni Karmana va Navoiy, Qiziltepa, G'ijduvon, Vobkent va Buxoro shahri azimni mini maketda ko'rsatayotgan holatimizda. Va bu yerda 7 pirlarni ko'rsatamiz va kashfiyotlarimning 7 ta qadimiy inshootlarning qizbibi va shunga o'xshash yana ularni ko'rsatish fikrida bizlar. Bu yerda Qarako'lga ketadi, Jondor, Qarako'l, Olot va Chorjoy bilan tugaydi. Bu devoriy kampirak o'rab olgan bo'lgan mening o'lchamlarim 586 kilometrni tashkil qiluvchi devoriy kampirakni ham xudo xolasa bitkazib, ko'rsatib, xalqimizga keladigan mehmonlarga ko'rsatib, yurtimizning qanchalik taraqqiyoti, tarixiy boyligini ko'rsatish fikrida bizlar. Ana bu devor o'rami o'sha kampirak devorining bir o'lchamlari bo'lib, hajmda 1000-chi masshtabda yasalgan. Bu yerda Qarshi, Kitob, Shahrisabz
Termiz, Hayraton ko'prigi va bu yerda qurilgan vaqtida Buyuk Abdullaxon tomonidan qurilgan yer osti yo'lagi, ya'ni savdoning rivojlanishiga qo'shilgan hissasi va bu yerda yana hozirgi Afg'oniston teritoridagi Mazor Sharif darvozalari bilan tugatilyapti. Buni katta masshtabligi shundaki, 7000 yillik tarixga ega bo'lgan davlatchilik bizlarda asos solingan. Hurmatli prezident Zaripov, bizning viloyat hokimi Zaripov Botir Komilovich uning yordami, u kishining sa'y harakati va Botir Shahriyorovlarning sa'y harakatlari va madaniy merosning rahbari Kamoljon va u kishining muavini azizjonlar orqali mana shu yerga, mana shu narsani yasashga muvaffaq bo'lyapmiz. Bundan tashqari yana shaharlarni ko'rsataman. Shahar maketini ham 114 ta borligi, qadimiy inshootlarni va undan keyingi qolgan umumiyda 836 ta qadimiy inshoot bo'lganini aniq va to'g'ri ko'rsatish harakatini qilarmiz. 35 yillik ilmiy tarixiy izlanishlarim natijasida qadimiyatni qaytib tiklash fikri paydo bo'ldi va uni amalga oshirishda 8-yildan beri buni shahar maketini yasagan edik kollektivimiz bilan. Buxoro o'zi qadimiyatdan 4 ta tepalik usta qurilgan. 3 ta tepalikda shahar paydo bo'lgan. Birtasigina Sug'diylar tomonidan qo'rg'on qurilgan. Bu yerda hozirgi kunda biroz o'zgartishlar kirgizib, tepaliklarni haqiqatan qanday ekanligini ko'rsatish harakatini qilyapmiz. 12 kilometrlik devor o'rami bilan o'ralgan bo'lgan va shu devor o'ramlaridan haligi kechagi ko'rganimizda mana shu qismlari qolgan. Kunji qal'a degan qismlari hozirgi kungacha qolib ketgan. Va bu yerda 4 ta qo'sh madrasalar bo'lgan. O'sha 4 ta qo'sh madrasaning dan ikkitasigina bugungi kungacha amonda qolgan. Bu Abdullaxon madrasasi va Modarixon onasining oldidagi bu yerda qasrdan to darvozai, ya'ni Registongacha gilam yozilgan. Onani hurmatini qilib, mana shu yerdagi kichkina eshikni o'rniga katta bir darvoza qurgan. Va sharqiy qismda, haligi ko'rsatgan joyimizda, ya'ni ko'tariladigan ko'prik bo'lgan va Siyavushning qabrini ziyorat qilib, u yerda mehrobida olavlar, ya'ni shamlar yoqib, uni ziyoratini hurmatini qilishgan. Va Minorai Kalon 2 yildan keyin 900 yil bo'ladi. Bu katta bir sharaf bu. Ismoil Samoniy maqbarasidan kelib chiqib mana shu maketni yasadik. Sababi u kub, ya'ni ustagi gumbazi bu Buxoroni, ya'ni dinimiz, ya'ni musulmon dini Makkada tug'ilgan bo'lsa ham meva bergan Buxoroda. Shuning uchun gumbaz, ya'ni Qubbatul Islom deb aytishi sababi shunda. Bizdagi tafakkur olamidagi juda keng miqyosda olimlar o'tishgan. Diniy olimlar, dunyoviy olimlar, ular birgalikda qo'shilib olib borilgan. Yana bir narsani aytishim kerak. Shuncha 837 ta qadimiy inshootdan bugungi kunda qancha buzilmagan bo'lsa ham 114 tasi amonda qolgan. Men aytmayman, ular hammasi juda bir chiroyli holatda turgani yo'q. Lekin shunisi borki, agar sizning yordamingizda, sizning ko'magingizda o'sha majruh bo'lib turgan binolar ham qaytib tiklash niyatida bizlar. 837 tadan qaytib tiklab bo'lmaydi. Buni aniq aytaman, chunki odamlar yashayapti u yerda. Lekin nisbatan 119 ta hovuzdan 6 taginasi amonda qolgan. U ham 3 tasini qaytib tiklangani bilan. Bizning shimoliy qismimizda hovuzlar, ya'ni o'sha hovuzlarni yer osti suvlar bilan qaytib tiklash mumkin va yozda juda jazirama issiqni mo'tallashtirish holati paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni amaliy yordam bera bilamiz yurtimizga, xalqimizga agar qo'llab-quvvatlasangiz. Qadimiyatda bittagina dunyo bo'yicha qadimiy shaharlardan birgina Buxoro shahri o'z joyini o'zgartirmagan. Xuddi Feniks qushiga o'xshab, kuygan, yongan, yana qaytib tug'ilgan. Shu uchun buning yoshini aniqlash juda qiyin.
hurmatli ustozlarimiz, buyuk ustozlarimiz ham, arxeolog ustozlarimiz ham shu masalada juda qiynalib ketishgan. Xudoga shukr, ana ilm berdi Allohning o'zi, ana bizning kollektivimiz, olimlarimiz yordamlashib, mana shu narsalarni tiklash arafasida bizlar. Qadimiyatni qancha tiklasak, shuncha bizlarda xalqimizga, yurtimizga, davlatimizga daromad keltiradi. Ko'p xalq ish bilan ta'minlanadi. Ustami u, yana bir ishning kasbining egasimi, yo san'atshunosmi, san'atkormi, ular hammasiga yechim topiladi va yurtimizning obodonchiligiga katta hissa qo'shgan bo'lamiz. Hurmatli Shavkat Miromonovich, mana 4 oydan beri mana shu 7 minglik davlatchilikka ega bo'lgan maketni yasayapmiz kollektivimiz bilan. Bu yerda bu yerda ana ko'rayotganingiz Samarqandni olyapmiz, Urgutni, bu yerda Panjikent, bu yog'i Jizzax, bu yog'i Toshkent viloyati va Qozog'iston territoriyasi Nuratto va yana bu yerda Zarafshon, Uchquduq va boshqa tabiiy boyliklarni ko'rsatuvchi imkoniyatga ega bir yurtni ko'rsatib va u yerda Xiva, Xorazm, Nukus va Buxoro viloyatining holatini ko'rsatib, yo'llarni ko'rsatib, Xudo xolasa qolgan inshootlarni ham, qadimiyatni ham ko'tarib ko'rsatish niyatida bizlar. Bu yerda ya'ni Karmana va Navoiy, Qiziltepa, G'ijduvon, Vobkent va Buxoro shahri azimini mini maketda ko'rsatayotgan holatimizda. Va bu yerda 7 pirlarni ko'rsatamiz va kashfiyotlarimiz 7 ta qadimiy inshootlarning qizbibi va shunga o'xshash yana ularni ko'rsatish fikrida bizlar. Bu yerda Qarako'lga ketadi, Jondor, Qarako'l, Olot va Chorjoy bilan tugaydi. Bu devori kampirak o'rab olgan bo'lgan. Mening o'lchamlarim 586 kilometrni tashkil qiluvchi devor kampirakni ham Xudo xolasa bitkazib, ko'rsatib, xalqimizga keladigan mehmonlarga ko'rsatib, yurtimizning qanchalik taraqqiyoti, tarixiy boyligini ko'rsatish fikrida bizlar. Ana bu devor o'rami o'sha kampirak devorining bir o'lchamlari bo'lib, hajmda 1000-chi masshtabda yasalgan. Bu yerda bu yerda Qarshi, Kitob, Shahrisabz, Termiz, Hayraton ko'prigi va bu yerda qurilgan vaqtida Buyuk Abdullaxon tomonidan qurilgan yer osti yo'lagi, ya'ni savdoning rivojlanishiga qo'shilgan hissasi va bu yerda yana hozirgi Afg'oniston territoriyasidagi Mazor-i Sharif darvozalari bilan tugatilyapti. Buning katta masshtabligi shundaki 7000 yillik tarixga ega bo'lgan davlatchilik bizlarda asos solingan. Hurmatli prezident Zaripov, bizning viloyat hokimi Zaripov Botir Komilovich uning yordami, o'shin sa'y harakati va Botir Shahriyorovlarning sa'y harakatlari va madaniy merosning rahbari Kamoljon va o'shining muavini azizjonlar orqali mana shu yerga, mana shu narsani yasashga muvaffaq bo'lyapmiz. Bundan tashqari yana shaharlarni ko'rsataman. Shahar maketini ham 114 ta borligi, qadimiy inshootlarni va undan keyingi qolgan umumiyda 836 ta qadimiy inshoot bo'lganini aniq va to'g'ri ko'rsatish harakatini qilarmiz. 2020-yilda Komil Ikramov Oliy Majlis huzuridagi Jamoat fondi grantiga sazovor bo'ldi. Bu uning ilmiy ishlarining muhim qiymati va mamlakat ilmiy jamoatchiligi tomonidan tan olinganligidan dalolatdir. Komil Ikramovning eng katta tashabbuslaridan biri jahon ahamiyatiga ega Buyuk Turon madaniy majmuasidir. Ushbu majmua Afrosiyob ibodatxonasi o'rnida qurilsa, mamlakat
mamlakatimizning turizm sohasida ulkan burilish bo'lishi mumkin. 7000 yillik tarixni o'zida mujassam etgan loyihalar orqali yoshlar bobolarimizning buyuk madaniyatini, ma'naviy boyligini o'rganish imkoniga ega bo'lmoqda. Komil Ikromovning fidoyilik bilan amalga oshirayotgan ishlari bu tarix oldidagi mas'uliyat, ilmga sadoqat va vatanga muhabbatning yorqin namunasidir. Qadimiy Buxoro millat xazinasini saqlash yo'lidagi fidoyilik maktabidir. Komil Ikromov kamtarona fidoyi tarixshunos, 9 yildan buyon O'zbekistonning boy tarixiy va ma'naviy merosini o'rganishga o'z umrini bag'ishlagan tadqiqotchidir. U tashabbusi bilan 2016-yilda tashkil etilgan Qadimiy Buxoro nodavlat notijorat tashkiloti bugun yurtimizdagi ilmiy tadqiqot markazlari orasida muhim o'ringa ega. 2020-yilda Oliy Majlis huzuridagi Jamoat fondi granti, Jahon miqyosidagi Buyuk Turon majmuasi loyihasi, 1000 yillik tarixni yoshlarga yetkazish tashabbusi, uning ishlari xalqimiz tarixiy merosini tiklash, asrash va jahonga tanitishda ulkan ahamiyatga ega.